Hey yo, nimaga bolalar qizlar? Sizlar bilan endi ro'zada. To'g'ri, o'tgan videoda men bu yerda omadim kelmadi. Shuning uchun kechiringlar, chit bilan bitta lav oldim. To'g'ri, bu katta xato-yu. Afsuski bunday qilmasak bo'lmasdi, chunki loy o'zimizga kerak bo'lar ekan. O'tgan videoni ko'rmagan bo'lsangiz, ko'ring, qanday ahmoqona ish qilganini ko'rasiz. Hozir aytgan foydasi ko'rgansiz yaxshi. Xo'sh, mana bloklarimizni yasab oldik. Endi o'sha meni nomi Shahriston chiqib qolyapti. Uni orolga boramiz. Lucky blog esdan chiqib qolyapti nomi. Chunki men bunaqa videolar ko'rmaganman hech qachon. Minecraftga oid bo'lmagan narsalar bilan. Shuning uchun nomini uncha aytilmayapti. Aytgancha 10 ta bo'lamiz deganimda men qandaydir karta haqida gapiraverman deb turdim. Aniqroq. Aytsa bo'ladi. O'sha karta haqida aniqroq kartani qanday yuklab olish, yana PP karta edi. Biz endi 9 ta bo'ldik. Nima bu? Bitta videoni 250 ta odam ko'ribdi. Nima obunalar bari 50 ta emas. Obuna bo'lib qo'ying iltimos. Ishga birinchisi yaxshi narsa tushundim. Vay. Men rostdan ham omadsizman u. Boriga eshak berdi. Ko'mirlar bor ekan. Daraxt bor muhimi. Lapat kesmabdi mayli. Qarab turinglar. 1 2 3. O'sha mana men lapatlarni qaytib keldim. Endi ozgina loy ko'laymiz. Aytganda loy terma uchun mana bunaqa narsalar ekish kerak. Urug'. Eng qizi bu karta qanchalik katta ekan? Hech men shularga borib ko'rmadim, kattalarga. Ichini ko'rgim kelyapti. O'tib oldik. O'lishim aniq-ku. Lekin daraxt rasvo bo'libdi. Ona tirilib turadi, nima edi spam bo'ldi? Daraxt o'sib qolibdi dedi. Shunga bu yerda teleport bo'ldi. Mana shu orolga o'taman. Ustiga sakrayman. Mayli. Sho'rdim gapirib video olganda qo'llarim qaltirab ketadi. Nima jon ketdi. Ya bular hammasi omadsizmi? Yo, men omadsizman. Bitta o'ldik. Vay, yana bitta bor ekan-ku. Ikkita ekan.
Короче-da, ular o'ldirgandan keyin video boshlayman. Xo'sh, mana men qaytdim. Уже ular o'ldirganimcha blok qazadim ozgina. Judayam ozgina. Nima qanaqa ketdi? Ani o'lib bo'lganda to'xtam naqsi bo'lamiz. Afsuski bo'lmasa ekan. Yaxshi kirib kelgan lekin. Uy, tezligini. Bu olmas kirib ham tez. On 15 minutda yiqqan blogimni 1 sekundda yig'ib qo'ydi deyarli. Endi qaysi biriga? Kelinglar mana bunisiga. Shu menga o'zgacha ko'rinadi. Oltmış dörtte hamisha yetmaydi. Xo'sh, videoni pauza qilib turamiz. Xo'sh, men qaytdim. Aytganimdek tosh yetmadi. Mayli. Azmu taxtali kirka ozgina kuch ketibdi, shuning uchun daraxtli kirka bilan birlashtirib olamiz. O'zi kelasam tinasa daraxt oxiriga cho'kmaymiz. Ekologiya uchun. Minecraft fizikasi. Newtonning fizikasiga tupurib qo'ygan joyi bu. Yo'q, nega? Shunday kirgan tiqdim mayli. Bu qayerdan keldi? Yo'q. Aytdim shu. Omadsizman desam ishonmaysizlar. Endi montajyor emasman, shuning uchun videoni kesishga majburman. Men qaytdim. Aytgancha. Mana bu bosh kiyimni kommentariyadan 1 dan 10 gacha baholab ketasizlar. Xo'sh, o'zingiz necha bergan bo'lardingiz? Kommentariy yozib ketinglar. Yana blok ketmaydimi deyman. Bitta blok jalga ketdi-yu. Bu sefer sakramayman. Chunki bu video hozir adashib ketyapman. Nargi videomda shu videoning birinchi qismini ko'rayotgan bo'lsangiz, bu ikkinchi qismi ham bitta o'zi aslida 2 bo'lganman. Naro 2 ga emas, videoni to'xtatib keyin boshqatdan boshlaganman. Uning zo'rligini dahshat ekan. Kattaligini kamalagan. Men shuning uchun shuncha yugurib keldimmi? Rostdanmi? Oxirigacha shunday ekan. Endi loy bo'lgan bu. Muhimi mana bu bor.
Yeni bir qaytib kelmayman. Ana shunga keyingi videoda boraman. Ya'ni shu videoning 3-qismida boraman. O'zi bu 2-qismini adashtirayapman 1-qismini. Shuning uchun gapim bir-biriga qo'shmasa uzr. Bir kunda 2 ta video olaman degan, uni 2 kunga alik qilib turib, keyin 2 kun video chiqarmayman. Agar youtuber bo'lsangiz o'zingizga emas ekan. YouTube'ga yaqinda ochsangiz 9 ta obunachi ekan. Lekin bitta videoni 200 nechtadir odam ko'ribdi. Nega obunachi xato 50 ta emas? Shuning uchun obuna bo'lib qo'ying iltimos. Shu video yo'qotgan bo'lsa obuna bo'lib qo'ying. Keyingi video ertaga. Hammaga xayr, sizlar bilan endi ro'za bo'ling. Aytgancha, bosh kiyimni unutmanglar. Kommentariyaga belgilab ketinglar.